Assalomu alaykum, Ujoy Xo'shistayda bo'lgan aziz kuzatuvchilar. Mana bugun Xudo xolisa yana bir xonadonimizni endi biz hammasini bittalab inshaalloh hali vaqt keladi. Hammasini o'sha sotilgan xonadonlarimizni sizlarga guvohlik qilib mana ko'rsatib yoritib boramiz. Endi bugun tasodifan shu yoqqa obzorga kelganimiz uchun shu yo'l-yo'lakay shu akam bilan mana ko'rishib inshaalloh ikkinchi marotaba o'zingizlar mana guvoh bo'lsa, birinchisida sotilgandi, o'xshamadi. Mana aziz kuzatuvchilar, shu birodarimizga, shu do'stimizga, shu ukamizga Alloh nasib qilgan ekan. Biz mana xayrli ishlarda siz bilan biz sabab bo'ldik. Hammamiz bir-birimizni duo qilsak, bir-birimizga xayrli ishlar sabab bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bizning kanalimiz sababli mana shu Maqsud ukamiz o'z ukalari Imom Ali degan yigitga mana shu 16.500 dollarga qo'ygan uyimizni mana inshaalloh sotilishida shu inson mana shu vatanni olib ukalariga uy-joy qilib beryaptilar. 15.000 dollarga baraka bo'ldi. Mana Alloh nasib qilsin shu xonadonlarda shu ukalari mazza qilib yashasa inshaalloh. Biz rozimiz, bizga ajr savob tegib turadi. Sizlarni qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqangi bir xursandchilikga bu akamizni mana ishlari bitib, xotirjam pulli bo'lib, oddiy misol qarz qo'g'alari bo'lib, yopib, xotirjam yashasalar, bir ishlari bitib, bular vatanli bo'lsa, siz bilan biz faqatgina xayrli ishlarda bir-birimizga sabab bo'lamiz. Aziz kuzatuvchilar, bu joyimiz o'sha o'zingizlar bilgandek Toshkent viloyati O'rtacha tumani Aranchi mahalla fuqaro yig'inida sotilgan xonadonimizni mana shu Maqsud ukamiz oldilar. Mana ukam qalay, yoqdimi shu? Mana gapiring, xalq ko'ryapti. 15 mingga baraka bo'ldi. Xudo xolasa 500 dollar men tashib berdik. Endi qolganini dokumentlardan keyin Xudo xolasa Alloh bersin. Sobit aka, shu mana aziz kuzatuvchilarimiz bizni kuzatadi. Mana shu Sobit akam shu insonni o'zini yashab turgan uylardan qisman bo'lib sotdilar. Aka, siz rozimisiz shu yigitga? Qo'shni bo'lib mana qiyomatda qo'shnidan so'raymiz. Albatta. Mana bu ukamiz Alloh taoloning shunaqa bir hikmatli dunyosi bu dunyo, aziz kuzatuvchilar. Alloh taolo kimga g'am tashvish anduh bersa, Qur'onda keladi bu hadislar. Allohim zikr qilib buyurganlar, mana biz bandalarni ogohlantirganlar, ey bandam, juda ham bir siqilib o'zingni g'amga tutma. Shunday kunlar beraman, rozi bo'lsang, inshaalloh orqasida ajr mukofotli kunlar bor deyiladi. Aziz kuzatuvchilar, mana yaqinda shu Maqsud ukamizning ota-onalari Alloh rahmat qilsin, Alloh joylarini jannatda qilsin. Shu ukamiz ota-onalaridan yaqinda ayrilib, aka bo'lib, ota-onadan ota bo'lib, mana ukalariga vatanli qilib beryaptilar. Alloh har bir farzandlarni shunaqa aka bo'lgan insonlarni Parvardigor nasib qilsin. Shu ukalariga otadek bo'lib, vatan qilib berib, jigar go'sha bo'lib, rahim, silay rahimli bo'lsin. Parvardigor hammamizni nasib qilsin shunaqa aka-ukali farzandlarimiz shunaqa inson bo'lishlikda. Aziz kuzatuvchilar, o'shaning uchun mana sizlarga aytib o'tamanki, mana Sobit akam shu sotgan uylardan mana pullardan baraka topsinlar. Siz bilan biz duo qilaylik, mana bular ham rozi xursandlar. Aziz kuzatuvchilar, bizning reklama xizmatimiz sizlarga ma'qul kelib, o'zingizlarga ravo ko'rib, manzur keladigan bo'lsanglar, aloqaga chiqsanglar, jon deb sizlarni ham uy joyida bo'ladimi, qo'rg'ay uchastkada bo'ladimi, ko'p qavatli binolardan xonadoninglar bo'ladimi, inshaalloh sababchi bo'lishga harakat qilamiz. Hamma rizq Allohdan, bandasi sababchi. Sobit aka, siz rozimisiz shu ukamiz? Roziman. Eson qilgan mana shu Xudo xohlasa bola chaqali bo'lib. Aziz kuzatuvchilar, hammamiz albatta hammasi yaxshi bo'ladi. mana shu xursandchiligini bersin. Bir yurtdoshimiz biz sabab uyli joyli bo'lsalar. Alloh rozi bo'lsin. Bu akamizdan rahmat ming bor. Bolalar rohatini ko'rsin ilohim. Mana aziz kuzatuvchilar, mana bir yurtdoshimizga sabab bo'lsak, vatanli bo'lishlarida, mana bular ham musofirlikda yurib, qiyinchilik bilan, mehnat bilan, qora qo'llari dog' bo'lib, qadoq bo'lib, topgan pullariga vatan qilyaptilar. Alloh hammamizga haloldan bersin. Mana akamiz ham shu pullarni olib, o'zlarini ko'zlagan maqsadlariga yetsin, ilohim to'y qilsinlar. To'ylarda inshaalloh hammamiz birga bo'lib, aziz kuzatuvchilar, o'zingizlar bilib chiroyli qilib inshaalloh sizlardan yaxshi iliq kommentariy kutib qolamiz. Bizni qo'llab-quvvatlasanglar, like bosib, obuna bo'lib, inshaalloh xayrli ishlarda bir-birimizga sabab bo'lamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hammanglar Allohga omonasizlar. Kuzatishda davom etinglar bizni. Omon bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat.